Ayol kishi erkak kishidan nima sabab yoki uyni so'ydi yoki urush qiladi. Pul bermagandan yaxshi sik olmagandan, ikkitasidan xolos. Yo, gap necha marta sikishda emas. Gap qondira olishda. Sizlar necha marta sikishda gapirmaydi. Gap действительно o'zi bo'shanmasdan turib ayolni qondirib, ayolni достаточно qilib qo'yib, keyin o'zi bo'shanishdi. Oldin seks haqida normalniy tushuningni. Keyin gapirasizlar. 5 marta, 10 marta emas, 2 marta bo'lsin, 1 marta bo'lsin, lekin normalniy bo'lsin. Чувствительно bo'lsin. O'sha narsani his qiling, nima bo'lganini, qayotingizga nima tekkanini esingizda qolsin. Yo, to'xtanglar. Men xuyet qilaman, balki sevishganda ham menga ishonsang, jim turasan deb qo'lni tiqadi, qo'toni tiqadiki, shunga o'xshagan gapda bu ham degan. Aniq-ku. Pastelgacha bularni sevgisi bir umrga borolmaydi, bir oxirigacha. Manda kansa boraman deyapti. Da kansa borolmaysiz, yo plyus tegib qolar yoki qo'ton surmay qolar, yo o'zingiz aynib qolasiz. Lekin sen aniq, sen bilan gaplashgan odam shunaqa bo'ladi. Yo'q, bu yoki qo'taga turmay qoladi, yoki puli qolmay qoladi, yoki o'ltirib olasiz. Qiz bolaga o'latay, men qiz bolamasman. Biz aka uyatdan keyin tug'ilganmiz aka, biz uyat nimaligini bilmaymiz. Biz uyat bilasizmi aka, pastelli bo'ladi aka uyat. Bir kechada 5 marta sikaman, yarab berasanmi 3 minutdami? Ne интересно. Pulni sikasizmi? Emas. Raz u inson bilan men gaplashyapmanmi, sevishyapman, vaqt ajratyapman, unda boshqasi bilan gaplashmayman. Balki u bilan gaplashib, "Omma depilyatsiya qilaman, o'zimga qarayman, o'qilaman, bu qilaman." Qilmasan yigit naq pul kerak. U uchun ichki olaman, u uchun kiyib ko'rsataman, to'g'rimi? No. Qilmasan naq pul kerak. Ayol kishi erkak kishidan nima sabab yoki uyni so'ydi yoki urush qiladi. Pul bermagandan yaxshi sik olmagandan, ikkitasidan xolos. Yo, gap necha marta sikishda emas. Gap qondira olishda. Sizlar necha marta sikishda gapirmaydi. Gap действительно o'zi bo'shanmasdan turib ayolni qondirib, ayolni достаточно qilib qo'yib, keyin o'zi bo'shanishdi. Oldin seks haqida normalniy tushuningni. Keyin gapirasizlar. 5 marta, 10 marta emas, 2 marta bo'lsin, 1 marta bo'lsin, lekin normalniy bo'lsin. Чувствительно bo'lsin. O'sha narsani his qiling, nima bo'lganini, qayotingizga nima tekkanini esingizda qolsin. Bitta bo'lsin, da, конечно, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Qanday bo'lsa ayol kayf qiladi deydi. Gulnoz, nima qilsa kayf qilasan? Moskvadamisiz? Men qisqachona bunaqa gaplarga javob bermayman senga. Men senchalik ochiq emasman, jinni uyalib ketdim, bilasanmi? Jatochkani so'ra. Qotog'im turib ketdi debdi. Yon ekansiz, gap kam qo'tog'ingiz turaversa. Значит, siz 5 marta emas, 10 marta ham bo'shanib bitasiz bir tunda ichida. Bunday tiqib bo'shanib, bunday tiqib bo'shanib ekanlar. Gulnoz. Bitta savol beraman, to'g'risini aytchalar. 3 oydan beri shu savolga javob ololmayman. Amin qorami, oqmi? Aminga qo'tag'im, men ko'rgansan-ku, anam qanaqaligini bilib turib olib borligini. Havasim ketgan esingdami? Jiyalab. Ya deb